mavzuyimizni yana bir bo'lagi bo'lgan jamiyatni, hozir bizning jamiyatimizni intellektual bilim asri bo'lyapti, to'g'rimi? Mana shu intellektual bilimlar bilan farzandlarimizni qay darajada qurollantirib qo'yyapmiz, bu bilyapsiz nima ma'noda, va qay darajada intellektual bilimlarni sayozlashtiryapmiz va qay darajada o'zimiz chetda turib masalan robotlarga, kurslarga ishonib qo'yyapmiz. Biz chetda qolyapmiz-da, men kursga berganman. Mana yoqqa boradi, masalan rivojlantiradi, ITga boryapti. Hattoki 1 yoshli bolani o'sha yankalar bilan rivojlantiruvchi o'yinlar anaqasi bor, to'g'riklari bor. O'zimiz ham eshitganmiz. Rivojlantirib, yo'q qurollantirib qo'yyapmiz, yo'q saviyasiz qilib qo'yyapmiz, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda to'g'ri, ammo gadjetlardan biz baribir qocha olmaymiz. To'g'ri. Ammo me'yorda ishlatishni o'rgatishimiz lozim. Biz qaysidir ma'noda o'yinlarga topshirib qo'yamiz. Farzandlarimizni o'yinlarga topshirib yoki biron bir mutaxassislarga topshirib, shuni o'zi yetarli deb hisoblaymiz. Farzandlarimizni intellektual jihatdan rivojlantirish maqsadida qaysidir ma'noda gadjetlarga, televizorga, multfilmlarga, mutaxassislarga topshirib qo'yamiz, ammo bu jihatda onani ham o'rni katta. Farzandga albatta me'yorida gadjetlarni ishlatishni o'rgatishi lozim. Nimaga onaga deymiz? Farzand baribir ona bilan ko'proq vaqtini o'tkazgani tufayli ona o'rgatish kerak bu narsalarni. Qaysidir ma'noda ayollarimiz ishni qilaman deb, ularni ham tushunamiz, mas'uliyati nuqtai nazaridan ishimni qilib olay, telefon o'ynab tursin, ishimni qilib olay, multfilm ko'rib tursin deyishadi. Ammo farzand tarbiyasi, farzandingiz 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh davri deylik, umuman voyaga yetgunga qadar bu yoshlari qaytarilmaydigan yoshlar va 3 yoshgacha farzand miyasining 80% shakllanib bo'lar ekan. Bu degani 80% bilimni farzand 3 yoshgacha bo'ladi. Biz ba'zi bir holatlarda bu nimani ham tushunadi deb o'ylaymiz, ammo ko'p narsani singdirib qo'yamiz va uni keyin to'g'rilashga juda ham ko'p vaqtimiz, imkoniyatlarimiz ketadi. Shuning uchun boshidan o'sha kichkinagina yoshligidan uni eshita bilishimiz, tushuna bilishimiz, u bilan gaplasha bilishimiz va gadjetlardan to'g'ri, unumli va mazmunli, ya'ni me'yorida foydalanishni o'rgatishimiz kerak. Biz o'zimiz serial ko'ra turib, farzandimizga kitob o'qib, darsingni qil, borib o'yinchog'ingni o'yna deyolmaymiz. Birgalikda kitoblarni o'qishimiz, birgalikda o'yinchoqlarni o'ynashimiz lozim. Da, bu to'g'ri. Yana shu narsa o'zimizdan baribir mutaxassislik holatimizga qaytamiz. Intellektual bilim davomimiz, men baribir tilshunos bo'lganim uchun, endi nutq mutaxassis bo'lganim uchun bolalarga hozirgi kunda hammamiz o'zimiz ham shu jumladan farzandlarimiz 1 yoshga yetmasdan 1 emas, 2 emas, 3 ta tilda gaplashyapti, to'g'rimi? Qatdan o'rgandi desa, voy bu YouTube ko'radimi, ingliz tilida hamma so'zlarni biladi. Ya'ni ranglarni biladi. Rus tilida sanashni biladi. O'zbekcha murojaatda biladi. So'rasam, o'zbekcha murojaatda bilyapti, javob ruscha qaytaryapti, inglizcha qaytaryapti. Bu yomon emas. Plus agarda bolani inglizcha qaytaryapti, bu yomon emas. Plus agarda bolani qabul qilish me'yorlari normada bo'lsa, adashmasdan, chalkashmasdan to'g'ri me'yorda olib keta olsa. Endi bu darsda menga keladi 3 yoshli bola, sog'lom har tomonlama so'z 3 xilda aylanyapti. Nutq ba'zi 3 xil. Oyisi kelyapti deb, menga faqat ruscha qilib bering. Faqat ruschaga o'tsin. Nimaga? Bog'cha ruscha, maktabga chiqadi ruscha, borayotgan to'g'ri ruscha deydi. Hop, ruschadan o'rgandim, YouTubedan o'rganmagan, 2 ta akasidan o'rgandi. Hop, ruchada olib ketamiz, bo'ldi dedim. Keyin dars tugadida, bolam ketdi, olib ketyapti uyga-da. Mendan ruscha so'radilar. Men ruscha o'tdi hammasini-da. Uyga ketyapti, bola bilan gaplashyaptilar. Qanaqa dars o'tding? Kiyintiryaptilar bola shapkasini-da. Keyin to'xtang, siz mendan ruscha so'radingiz. Ruscha ketdi, muomala ketdi, muloqot ketdi, vaziyat ketdi. Nimaga ketayotganda o'zbekcha gaplashyapti? Biz uyda o'zbekcha gaplashamiz. Biz bu yerda aytgandek nonni biz xleb deb o'rgatdik-ku bolaga. Qo'polaganda возьми, поставь на русском o'rgatdi-da. Uyga borib non olib kel, ovqat yeymiz. Biz o'rgatgan boyiga til qani, shu yerda ketdimi, ikkita tomon shoxlab ketyaptimi? Shuni aytaman, intellektual bilim bermoqchimisiz? O'zingiz ham boysiz aytgandek, shu serial ko'rib olsin, o'zingiz ham birga ruschada gaplashing. Aytaman, uydagi muhit qaysi deyman. Men savol doim beradiganim,
o'zbekcha bo'lsa o'zbekchada nutqini chiqaraman. Ruscha maktabga chiqadi, ruscha bog'chaga chiqadi. U chiqaveradi, tilni o'rganadi. O'zbek tilida nutqini ravon chiqaring, tovushlarni chiqarib oling, tushunchasini shakllantiring, grammatikasini, so'z boyligini oshiring-da. Keyin beravering. Mani vazifam nutq mutaxassis sifatida bolani to'g'ri yo'nalishda topib ketish. Sizni xohishingizga qarab ham bo'pti o'zbekcha, ha ruscha desam, ama kunim o'tdi, pulim oldim bo'lib qolaman-da. Qo'pol aytgan, ota-onaga aytaman. Men kunim pulim olish uchun emas, mendan chiqib keting, ertaga ayting, "Menda ruscha o'rgatib qo'ydi, zo'r qilib, tovushlarni qo'yib qo'ydi, o'zbekcha o'rgatib qo'ydi" deng. Bu meni ham karyeramga putur yetkazmasin, shu onalar bilan ko'p tortishamiz. Juda ko'p tortishib qolamiz. Mana bu ham intellektual berayotgan bilimimizni nisbatan nima deydi? Oqsashi yoki tarozi ikkita parasida baravar turishdi, ikkita yon qo'yib olishganda bittasida turinglar. To'g'rimi? Bu xohlasangiz, xohlamasangiz bolaga ta'sir ko'rsatyapti. Bola nima qila olmayapti? Fikrini jamlay olmaydi. Ikkita tilda fikr jamlanyapti, ikkita tilda ketyapti. Bolaga ishonch kamayyapti. Qaysi tilda gapiraydi deb bolani o'ziga bo'lgan ishonch yasindirib qo'yamiz. Bu oddiy, bu meni til sifatida mutaxassisligimdan. Bunaqa holatlar ko'p. Bolani o'sha beriladi. Biz unga u narsaga urg'u ko'p bermaymiz. Kurslarga u plus yomon emas. Foyda bo'lsa borki, ziyon emas. Faqat qachonki onajonlar bolani qabul qilish me'yorini hisobga olsakkina natijaga erishamiz. To'g'rimi? Albatta. Intellektual bola katta qilmoqchimizmi? Avvalo bu yerda intellektual ona bo'lish kerak. O'zingizni saviyangiz yetmagan joyda to'g'ri mutaxassislarga ishonib topshirishingiz mumkin. Ammo qaysidir joyda saviyangiz yetmay qoladi. Bu narsa uzilishlarga olib keladi. Ona bilan bolaning o'rtasidagi uzilishlarga olib keladi, chunki mutaxassis doimo sizni xonadoningizda siz bilan birga bo'la olmaydi. O'shaning uchun ko'p zamonaviy onajonlarni qarayman, farzandi bilan birga rivojlanib kelishyapti. Til o'rganayotgan onalarni ko'ryapmiz. Nimaga til o'rganyapsiz? Farzandi rus tilini o'rganyapti. Mana rus tilini bilishim kerak, to'g'ri muloqot qilishim uchun. Boya aytganimizdek yana shu narsaga qaytamiz. Yaxshi farzand xohlaymiz hammamiz. Intellektual, bilimli, ilmli, tarbiyali farzand xohlaymiz, ammo farzand bu oyna. Bu bizga qaratilgan oyna. Yaxshi farzand tarbiyalamoqchimizmi, intellektual qilmoqchimizmi? Demak, qaysidir ma'noda ona ham o'zini tarbiyalab, intellektuallashtirib borish kerak. O'sha deylik, vaqtimiz yetmaydi deb qolishadi, ammo serialga ajratgan vaqtda kitoblarga ajratish mumkin. Farzand bilan deylik, o'sha kichkinagina kitob olib turib, farzand bilan birga o'qib, birga rivojlanish mumkin. Bu yerda muammo yo'q. Bu yerda agar xohish bo'lsa, albatta muammo bo'lmaydi. Til masalasiga keladigan bo'lsak, identifikatsiya qilishni bilish kerak. Masalan, mana o'zimning kichkina qizim 5 yosh bo'lsa, ruscha bog'chaga boradi. Rus tilini, ingliz tilini o'rganayotganda, mana masalan, oddiy o'zim o'rgatganda ham sariq. Bu o'zbekchada sariq, ruschada желтый, inglizchada yellow. Maryamxon, inglizchada qanaqa bo'lar ekan? Yellow. Mana siz aytingchi, til mutaxassisiman deysiz. Mana bu to'g'ri podxodmi? Bu to'g'ri. Ya'ni bola agar to'g'ri qabul qilsagina, bu aytgan bu sizni mana farzandingiz, Allohga shukr, barchamizni farzandimiz sog'lom bo'lsin. To'g'ri qabul qilish me'yori bor. Bir xil bolada bu narsa yo'q, даже onada yo'q. O'sha aytganingizdek, mana o'rgan deydi, mana olib kelib o'rgan deydi. Bu bolaga to'g'ri berilayotgan, boya aytganingizdek, emotsional podxod, emotsional chegarani to'g'ri qo'ygansizki, bola to'g'ri qabul qilyapti. Bu onalar, jamiyat onalar aytadiki, siz to'g'ri tushuntiryapsiz. Mani bolam o'tirmaydi, mani bolam neusitchiv, giperaktiv qilmaydi. Dars qilayotganda boshqa bolalar yopishib ketadi-da. Bu qabul qilish me'yori hamda har xil. Siz to'g'ri beryapsiz bu narsani. Bilasizmi, psixologik nuqtai nazardan farzandim bilan birga katta bo'laman qaysidir ma'noda. Kichkinaligidan gaplashamiz biz. O'sha o'zini texnikalari bor, ko'zga ko'z tashab, bir tekis me'yorda biz gaplashganimiz uchun u qabul qiladigan darajada men bilib beraman. Aytaman, farzand bilan uni hamnafas ketar ekan, unda tarbiyada yoki biron bir intellektual rivojlanishida muammo bo'lmaydi deb hisoblayman. Ammo disbalans, ya'ni balansdan buzilish ketsa, o'sha aytganingizdek, nimaga siz oldingizda farzand eshityapti, ko'ryapti, onasini oldida neusitchiv. Demak,